Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa 16-yanvar 2026-yil yangilangan Motorola narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Hozirda yangiliklar keldimi? Yangiliklar kelganda mana 3 ballonli trisikillarimiz kelgan. Yangicha ko'rinishda, yangi dizayn, ranglariga ham baho berib o'tasizlar. Buni tenti ham bor ekan. Tenti ham bor ichida. Ichidami? Ichida komplekt ichida bular. Komplekt. Akkumulyatorlari, motor miyalari haqida birinchi gapirib o'tsang. Motor miyalari 800 vatli. Akkumulyator 520 amperli bo'ladi. Tezligi 35-40. Yurish masofasi hozir qish kunida 40-50 kilometrgacha masofa bosadi. Bu narxiga keladigan bo'lsa 800 dollar qilib beryapmiz. Tenti bilan. Tenti bilan. Tenti bilan. Keyingisichi? Keyingi modellarimiz ham yangilik, katta modellar. Rangi 3 xil. Ranglar zo'rmikan? Bularni motor miyasi 1000 vatli bo'ladi. Akkumulyatori 532 amperli. Yurish tezligi 35-40, 40-50 kilometrgacha masofa bosadi qish kunida. Yoz kunida 60-70 ga chiqadi. Narxlarini 950 dollar qilib qo'ydik. 950 dollar. Kelib rangini tanlab bemalol olishaveradi. Yo'lmasa pastda nomerga aloqaga chiqsa, dastlabki qilib ham chiqarib beraveramiz. Dastlabkilar kelishgan holatda pulli bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston bo'ylab bor dastlabkamiz. Ba'da yana bitta modelimiz kattasi bu. Bu haligi eng hamyonbop bo'lgan, hali savdosi zo'r bo'lgan modeli bu. Motor miya 1000 vat, akkumulyatorlari 32 likdan 5 ta. Buni ham tezligi 35-40. 35. Yurish masofasi 40-50. 50-40-50 yuradi. 50. Narxi keladigan bo'lsa 1030 dollar tenti bilan. Tenti bilan. Dastlabkilar kelishgan holatda pulli bo'ladi. Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab hamma joyga yetkazib berilaveradi. Orqalari ham ochiladi, yukxona bo'lgan joylari bor. Buni bagaji katta, bu ancha. Katta asta. Bemalol bozorga boradi. Ketsa ham bo'laveradi. Oyoqda ham tormoz bor, ruchnoy, qo'lda tormozlar borlar. Bundan nechta qolgan, Nozimjon? Bunda 5 ta ham 6 ta qoldi. Soni cheklangan. Soni cheklangan. Narisini, orqasini karzinkalar bor ustida. Ha, ko'rib turibsizlar. Yangi modeli bu. Yangi model. Yangi model 3 xil rangda. Xohlasa. Ba'da 300 kiloligimiz ko'rsatib o'tamiz endi. Stakanchi deb aytadi hamma. Buni motor miyalari 1000 vatli bo'ladi, akkumulyatori 632 amperli. Yurish tezligi 40-45, masofasi 60-70 kilometrgacha yuradi yoz kunida. Hozir qish kunida kamroq yuradi. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 650 dollar. Dastlabki kelishiga holatda. Dastlabki qo'shiladi. Qo'shiladi. Bu-chi bu 400 kilolikmi? 400 kilolik yangi kelgan. Ranglari 2 xil, qora, ko'ki mavjud sotuvda, oldi tuman kevalarga qo'shilgan. Dabaki bu to'rtta. Telefon pastlabki hamma narsalar bor kanallarga. Komplektida hamma narsalar bor. Kaska hamma narsa dakivitlargacha beriladi. Bir xilga akalarimiz 500 kilo katta, 300 kilo kichkina deyapti. O'sha so'raganlar uchun mana ko'rsatib o'tamiz. Qulay model ekan bu. 5 ta akkumulyatorli bu. Motor miyalari 1000 vatlik. 1000 vatlik. 45 ta akkumulyatordan bo'ladi. Bu narxi 850 dollar. 850 dollar. Narxlar qulay narxda ancha. Bu hali O'zbekistonda yo'q shekilli bu modelni men ko'rmadim-da, hech kimda. Ichlarini ochib ko'rsatamiz. Hattasida mana amortizatorlargacha bor. Motor miyalari mana akkuratniy qilib joylashtirilgan. Chotki qilib. Profillari ham ahamiyat berishadi. Profillari ham to'ttali. Olib baraka topadigan narsa. Cho'ntaklarni ham mana telefon soladigan joylarigacha bor ekan. Rullari ham mana oldida misol yosh bola bo'lsa dala-palada bemalol aytdi o'sha bitta bola ketaveradi. Zo'r ishlangan ekan. Balonlari ham hamma yo'q zo'r. Hop, keyingi narxlarchi. Hozir rosa kabinali Motorola'miz zo'r bo'lyapti xullas. Keyin rozma davay. Buni ma'lumotlarimiz bir-biriga harakatda boshdan. Shu boshidanmi? Yo'q, kabinani endi. Bo'ldi, kabina. Ko'raman. Kabinalilarimiz mana hozir soni cheklangan. Boshdan. Hozir rosa ommabop bo'lib, hamma biz odam so'rab turgan kabinali Motorola'larimizni narxlari qanaqa bo'lyapti hozir? 500 kiloligi bor mana bunda. Qora rangida qolgan. 500 kilolik. Motor miyalari 1200 vatli bo'ladi. Akkumulyatori 652 lik. Nechta qolgan? 2 ta qolgan olasizmi? 2 ta 3 ta qolgan, soni cheklangan. O'zi ancha tortilib qoldi bu sovuqlikda. Hozir sezon uchun ozgina qoldi. Bu narxlarini 1200 dollar qilib beramiz.
$1200. Mana bir tonnali. 1 tonnali. Bitta qoldi xolosmi bundan? 1 tonnalikdan 2 ta qoldi hozir, siyoh rangidan qolgan. Xeylari yangicha nimada kelgan, purjunali bu. Burjunali, arqasi otmaydi. Otmaydigan, yumshoq bo'ladi, yuradi. Ha, Aka motorini buni ham 670 lik qo'yib beramiz. Motor miyala 1.5 millimetrli. $1450 bo'ladi. $1450. Ba'da 2 tonnalichi. 2 tonnaliklar. Bular aka motorini 670 lik qo'yib beramiz. Motor miyala 1700 watt. 1700 lik bo'ladimi? 1700. Bu kattasi. Zatning kameralari mavjud. Zatning kameralari. Avtomobil rul, skorostlar avtomat. Avtomat skorost. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini $1500. $1500. 3 dona qoldi. 3 dona qolgan. Xo'p, endi tomlilarimiz. Pol kabinalarimiz ham bor. Pol kabinalar narxi nima bo'lyapti? Narxlarini bu motor miyasining birinchi gapirib o'taylik. 1.5 watt motor miya, akkumulyatori 6 ta 70 lik xohlasalar 52 lik qo'yib beramiz. Narxida farqi bo'ladi. 52 lik qo'yilsa $1000, 70 likdan qo'yilsa $1150gacha bo'ladi. Rangi siyoh rang, zangor, ko'k. 3 xil rangi bor. 3 xil rangi bor. Ha, ko'rib turibsizlar. Optima Nozimjon. Optim. Ash Ganjirovonda manzilimiz, svetofor tagida. Manzil Qo'qon shahar Ganjirovon mahallasi, svetofor tagida. Maktabga yetmasdan svetofor tagida. O'ng qo'lda Rex Moto skuter Motorola savdo do'koni. Hop, keyingilari ketdi. Bitta. Kurfara bor. 500 kilolikmi? 500 kilo. Hop, 500 kilolik. Mayda mashina. Hop, keyingi model deb ketaverasan. Keyingi modelimiz 500. Boshqatda. Ha. Keyingi modelimiz 500 kilolik bo'lib, mana 4 xil rangi mavjud. Bittasi ichida turibdi. Ko'ki, mokri, qorasi va ayni sveti bor. Oldida 4 ta tumanka farqli xoslangan. Oldi kalotkali. Bluetooth kolonkalari, zapasi balon, damkrat hamma yo'g'ini beramiz. Orqalar kapalab ochiladi bortlari. Buni sidna ham yotadi. Orqada ham bemalol 2 kishi, 3 kishi. Somon preslarga ham zo'r ekanda bu. Akkumulyatori 652 lik bo'ladi, motor miyasi 1200 watt, yurish tezligi 40-45, 60-70 kilometrgacha masofa bosadi yozgi kunda. Hozir qish kunida sal pasayadi, 5-10 kilometrga kamroq yuradi. Mashinalar ham pasayadi-yu. Narxi keladigan bo'lsa, narxini $900 dan qo'ydik. $900 dan. $900. 3 xil rangi bor. Bitta vaynisi ham bor, chiqib turibdi. Shuni keyin ko'rsatamiz. 4 xil rangi bor. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa arzon narxlar. Keyingisi. Bitta to'xtatib bersanmi? Yo'q, shunday qilib qo'yaveraman aka. Ana do'kon kalitini olaylik. Bitta ham o'sha yetaylik ular. Bitta. Tentda. Ya bilani tentdan yig'ib qo'yilmabdi-yu. Tomdan ketdi. Ha. Pol kabinalarimiz kelgan, sotuvga addenni hali. Pol kabinasi yo'q, mijozlarimiz so'rab kelishyapti. Shular uchun mana mokri rangini olib kelganmiz, yangicha dizaynda. Bu yangicha dizayn ekan, yumaloq qora emas ekan. 1 tonna 500 kiloga tushaveradi. Tushaveradi, universal bo'ladi. Narxlar keladigan bo'lsa 900 ming so'm qilib beramiz. Komplektida nimalar bor? Faralar bor. Bungalari, farasi, oynak narsalari bor. Ba'zan keyin pastda dvijaylarimiz kelgan. Dvijaylar. Qish kunida dvijayda yuraman deganlar uchun mana jamadorliksa pultlargacha bo'ladi mana komplektda. Ovozi past chiqadi. Buni xohlagan payt olib ko'tarib uyga olib kirib ketsa ham bo'laveradi. Yuziga 3 ta, 4 ta. Yuziga 3 ta 4 ta. Bunisi bor keyin. Oddiyroq variantda, bu ham dvijay. 4 kilovatlik bunisi. 4 kilovatli. Benzin baklari ham bor bularning. Ba'zi zapchastlar turibdi. Bu narxi $180 ga, bunisi $300. Bunisi $300. Bunisi $300, bunisida tortib yurgizadiganlargacha bor mana. Ha, tushunarli. Hop. Keyingisi modellar trisiklarimiz. Ochiq variantidan bu. Motor miya 800 watt, 6 ta 20 amperlik akkumulyatordan jihozlangan. Zaryadni hamma narsalar beriladi. Yurish tezligi 35-40, 40-50 kilometrgacha masofa bosadi to'la zaryadi bilan. Narxini $650 qilib beryapmiz. $650. Hop, bu haliga qizil bardoyi tashqarida bardoyi model. 2 xil rangi qolgan hozir buni sotuvda. Rasa ayollarga, keyin yosh katta otaxonlarga masjidga qatnagan zo'r model ekan-a bu. Ba'zida 500 kilolik murovirimiz. Haliga voyenniy svet degani.
taqib berganmiz bunga. Ha, tenta отдельный. Tinta отдельный. Nech pul $100 tinta. Karkazlari bilanmi, temirlari Hamma bilan? yo'g'i. Ha. Komplet. Oldin sanafarlargacha bor. Murove'da o'zi $900, o'zi $100. Bunisi 1 tonnalisi yedirib qo'yganmiz. 1 tonnali, hop. 1 tonnalisi bu model bilan $1100 bo'ladi. O'zi Komplet, mana shu komplet, turishi. shu turishi. Shu turishi $1100. Dastlabkasi kelishlar отдельный pulli bo'ladi. Borgandan keyin pul sanab bersa bo'ladimi? Bo'ladi. Olasalar, oldindan olasalar, borgandan keyin shopirga berishadi. Shopirga berishaveradi. Bunisi endi tent kiydirib qo'yilgan, bu tentdan отдельный sotuvda bor. 1 million so'm. Oldi o'ynaylarigacha bor. Tomi plastikli bo'ladi. Plastikli, yomg'ir o'tmaydi. Yomg'ir o'tmaydi, sarafallari, tentlarni suv o'tkazmaydigan materiallar qilingan. Oldilar O'zi bor. 1 million so'm. Murove'da o'zi $900 qilib beramiz. Komplet olaman degan mijozlarimiz ham beraveradi, shunday sotilaveradi. 1 tonnali qora rangida. Zo'r. Gideda bir $980 ga aylanadi. Shuni atrof bo'ladi. Ba'zi Skuterlarimiz. Mana shu skuterlarni sezon kelyapti, aksiya qilib yuboraylik mana shuni. Ularni skidka qilib, men aksiya qilib beramiz. Hammasini kelib tanlab olishaveradi $300 dan. Nechta akkumulyatorli? 5 ta 20 amperli akkumulyator, motor miyasi 500 vatli. Akkumulyatorni yangi qo'yib berish sharti bilan. 2025 taga qo'yib beramiz. Yonlarida ochib berish sharti bilan. Shu yerda ochib beramiz. Bo'ldi. Mana har xil modellari bor ekan. Olishaveradi. Soni cheklangan emas, shu qoldi. Shu qoldi xolos ekan mana. Ulgurib Bir olinglar. 50 ta 60 ta qoldi xolos. Bular paytida $500, $450 ga sotilgan. Hozir $300. Mana ramalarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu antikvar zo'r ekan. Bemalol kishi meni maza qilib ezib ishlataverasizlar. Mana ko'rib turibsizlar. Zo'r modellar. Mana velosipedimiz bor. Velosiped 28, 24, 22. Bularni akkumulyator bilan komplet, motor miyasi 400 vatli bo'ladi. Akkumulyator 48-12 amper. $250 dan qilib beramiz. $250 akkumulyatori bilan. Akkumulyatori bilan. Qoyili arzoni. Ba'daki Yayi to'smaydi buni. to'smaydi buni. Prava ham shart emas. Prava shart emas. Velosipedda oldi motorlisi bor, orqasi 3 ko'rsa apparatlisi, soni 2 ta qo'ygan, qora oq rangi. Narxi $300 qilib beramiz buni. Litium batareyani jihozlangan egasidan. Litium akkumulyatori bilan. Kelishsa WhatsApplarimiz ham bor 26, 28. Ya buni 300 kilolik buni shu stakanchi modelga tom so'rashyapti, Nozimjon. Tom bor unga olib kelib qo'yganmiz sotuvda mana. Razmeri 2 xil bo'ladi buni. Bo'ladi. Bu 1.8 ga shu 250 kilolik stakanchiga tushadi. Stakanchiga tushadi. 220 ga katta 300 kilolisiga tomlar bilan. Ikkosidan ham bor. Qo'yganmiz. Narxi nech puldan? Narxini 1 millionga 1 million 200 ming qilib beramiz. 1 millionga 1 million 200 ming. Optim oladiganlarga kelishtirib beramiz. Optimga kelishtirib beriladi. Eski o'tir kurtkalari ham kelgan hozir sovuq kunida. Qani? Yangi pachkada bo'ladi. Bitta ochib Sovuqda shunda buni foydasi katta. rosa olishyapti bundan. Ha, bugun ham sotildi ertalabda. Sovuq Shunda o'tganlar. ruliga tiqib o'tirib olib haydashaveradi. Men ilib oladigan joyi bor. Bo'yniga. Ha. Ichlari mehlarni ko'rsatib turamiz buni. Ichlari issiq. Cho'ntaklargacha bo'lishadi. Telefon solgani Narxi buni 150 ming so'm qilib beramiz. 150 ming. Dastlabki mavjud, bemalol telefon qilib aytishaveradi, dastlabki qilib chiqarib beraveramiz. Pulli bo'ladi dastlabki. Dastlabki pulli. Xo'p, akkumulyatorlar ham sotasizlarmi? Akkumulyator ham bor. 20 amperlikdan tortib katta murovelargacha bor. Litium deyshadimi? Barcha turdagi mana velosipedlarga. Velosipedlarga отдельный akkumulyator ham sotilaveradi. Bor. Bizga rasmni tashlab bersa, qanaqa razmerda kerakligini narxini o'shaga qarab beramiz. Zapchastlar ham bor. Zapchastlar ham bor, optim narxlarda. 220 ga aylantirib beradigan Inverter bor 220 ga. Murovelar, skuterlar uchun kelgan. Men video qilib chiqqandim buni. Ha, 3 kilovatlisi buni. Mana shu joyni zaryadka qiladigan joyi surilsa, ba'dan 220 volt chiqib beradi. Astiga qo'yib qo'ysa. Bu necha ishlaydi? Video davomiga ulaveramiz buni. 60 ga, Qo'yilgan. 60. Mana shunga ishlayveradi. Mana Ishladi. 220 tok bor. 220 toki bor. Bo'ldi. Narxi nech puldan? 2 kilovatlisi
8 ming. 3 kilovatlisi 1 million. Har Ko'rsatib xillaridan olsa, bor. Har xillaridan bor. 2 kilovatli, 3 kilovatli, 4 kilovatli. 2 kilovatlimizning narxi 1 million 350 ming. 3 kilovatli narxi 1 million 550 ming. 4 kilovatlimiz 1 million 850 ming. Uzoqdan telefon qiluvchilarga dastlabkasini 50% ni ko'tarib beramiz. Yaqindagilarga emas, uzoqdan telefon qiluvchilarga. Optim narxlarda qilib beramiz. Akkumulyatorlarning sonini aytsa, biz o'shanga moslab turib, o'shanga tushadiganini chiqarib beramiz. Shtob qiynalishmasin, borgandan keyin yo birorta nimalar kuyib olmasin. Xo'p, keyingisi ketdi. Bu yerda qolmadi narsalar, Ro'zmat aka. Siz ham boraymi? Bo'ldan ozgincha bitta. Boshqacha qoldi. Mashinacha bilan unga kanal biron nima qilish kerak ekan. Yo, men aytdi 500 kilo olaymi? Ha, samasval bor ekan. Mana uni aytib ketaylik. O'sirib ketdi usti. 300 kilolik svetni yoqib yuboraylik. Hop. 300 kilolik model bu. Ichi chuquridan ikki tomon eshikli. Oldindan jetkisli bo'ladi. Aha. Panejlari bor. Oldin to'rttadan tumanki bari. To'rttadan tumanki. Ikkitadan eshiklargacha bor bunda. Yonida eshik ochiladi. Silinasi yig'ishtirib uy xona ham bo'ladi mana. Keyin mana 250 kilogram katta bo'ladi mana. Hali 220 zonta shunga tushadi. 220. Yan keldi, u ham yo'q edi, 1.8 mos litr edi o'zi. 632 kilogram hozirlangan. Oldin jetkisli. Narxiga keladigan bo'lsa $750. Narxlar zo'r. Ba'zi 500 kilolik murobbiyamiz. 500 kilo. Mana shu nechi pul eng zo'r sotuv chaqqon bo'lib turgan skuter Motorola bo'ladi. Narxi nechi pul? Keyin motor miya, akkumulyatorlar haqida qisqacha. Narxini $850 qilib beramiz. Motor miyasi 1000 wattlik. Akkumulyator 6 ta 52 amperlik bo'ladi. 52 lik. Bluetooth kolonkalari hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. Damkratlar beriladi. Ramalari ham buni baquvvat ishlangan. Sedenalar yotadi, orqada ham kishi tushib bemalol o'tirib ketaveradi. Ozgina changligiga e'tibor bermaysizlar, bu sklatdan ertalab chiqdi bu. Ha, yangi olib chiqildi. Mana samasval modelimiz. 500 kilolik bu. 500 kilolik. Ko'ki bilan qorasi bor sotuvda. Xil rangda. Elektronli samasval, motor miyalari 1.5 wattli, akkumulyator 652 lik bo'ladi. 652. Yurish tezligi 40-45, 50-60 km/h masofa bosadi. Narxi keladigan bo'lsa, narxi $1250. $1250, 500 kilolik. 500 kilolik. 1 tonnalikni ko'rib turibsizlar, silindrlarigacha bor. 1 tonnalik $1350 beramiz. 1350 bir tonna. Bortlar kapaligi ochiladi, bemalol yuklashaveradi. Kimga kerak bo'lsa, samasval telefon qilaverasizlar. Somon preslarga ham zo'rda, yoniga yuklab, buni bortlari yonga ochiladi, pastga tushib ketmaydi, yonga ochiladi, bemalol yuklab, manzillarga yetib borib, ag'darib olaverasizlar. Ramalari qalin ishlangan profillar. Ramalari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Endi boshqa modellar tashqarida. Mana 1 tonnalimi? 1 tonnalimi bu? 1 tonna, aytaver. Tashqarida mana 1 tonnaligimiz bor ekan. Bu ham ko'k rangida. Ular motor miyasi 1800 watt, akkumulyator 670 amperlik bo'ladi. 670 amperlik. 70 amper. Bluetooth kolonka, hamma telefon zaryadnik narsalari bor, tanklar, kassiya, hamma narsa beradi, argumentlarga. Narxi $1350. Ballonlari ham ancha Cherokee Cherokee 512. 512 ballonlarda. Bu tosh ballon va shu tugamaydigan ballon. Uncha-munchaga teshilavermaydi. Bortlari ham ko'rib turibsizlar, ancha baquvvat qilib ishlangan. Ba'zi 1 tonnalik motorlarimiz 1 tonnalik. yangi modelda bular ham. Aha. Rangi 4 xil. Mokriy, qora, ko'k, vayni svet. Narxini buni $1000 dan beryapmiz. Bemalol kelib xarid qilishaveradi. Modellarini ham $1000 dan beramiz. 1 tonnalik, bir Dugalilar mana. Yangi dizaynda Logan firmaniki. Bular ham eski model bo'lgani bilan ancha baquvvat qilib ishlangan. Qalin. Hozir misol bunaqa fara maralari boshqacha bu zamonaviy bo'lishi mumkin bularni, lekin bular ham ancha davrida ancha baquvvat qilib ishlangan model bo'ladi bular ham. Ortiqcha narsalar yo'q, faralar.
zaryadkani yemaydi. Kerak qo'yilgan. Bularda faralar ko'p. Zaryad deyishim uchun ozgina. Bundan ham ozgina qolganmi, Nozimjon? Bularda soni cheklangan. Mana shu 15 ta 20 ta qolgan. Buni bilganlar biladi, lekin buni haydab Ramalarni ko'rganlar qalin biladi. buni. O'zi biladi bu. Mijozlarimiz. Bir qavatli bitta rama. Rama вообще qalin. Ular Qo'limi ko'ringlar, qo'limi. Mana 3 qavat bo'lgan bilan kichkina profilda. Bu bir qavat qalin profil. Katta qilib ishlangan. Keyingilari Ba'zi tank balonlarimiz endi Tank yangicha. balon. Dizaynda 6 ta tubanka faramiz hozirlangan 6 yetkisli. Ollar bo'ylarigacha bular, oldi kolonkalarigacha bular buni. Zapasli balon, bortlar kapalak ochiladi. Motorimiga 1800 watt. Ko'rsatib o'tamiz. Turbochaydan qo'yilgan yangicha modellar. Miyalari ham katta. kattasida. Bu haqiqiy 1.8 motori. 4 ta burjina, 4 ta resor, 4 ta amazata. Silinderlari ham bor tushirib 4 tadan qo'yilgan. To'rttadan. Profillar bilan. Ukulari ozgina bo'lsa yordam beraversa o'zi ag'daraveradi. Zapaska balonlari bor. Balon kattasi, eng katta tank balon shu. Mana ko'rib turibsizlar. Boshqalar uni kichikdasidan tank balon sotyapti. Ancha baquvvat ekan-a, katta ekan bu. Cho'ntaklari bor oldilarida. Oldi cho'ntaklari ikki yonida. Yurish tezligi 40-45, 60-70 km masofa bosadi yoz kunda. Narxi keladigan bo'lsa, narxini 1150 dollar. Oldi yetkisli. Oldi yetkisli. Dastlabkilar kelishgan holatda pulli bular. Rangi bor buni, to'rq rangi. To'rq rangda. Ko'k, mokri, qora. Kelib tanlab olishaveradi, xolasalar rangini tanlasa o'zimiz video qilib tashlab beramiz. Bemalol ko'rib, ma'qullashsa chiqarib beramiz. Akalar mana bog'ida turibsizlar. Mana har xil ranglar terib tashlangan. Har xil ranglar. Tanlasa yuvib chot yig'ib tozalab beramiz. Changiga e'tibor bermanglar. Hozir tashqarida ertalab shudirin tushib, nima qilib qolyapti. Kelib bemalol tanlab olishaveradi. Hop, keyingisi Ba'zi endi balon oddiy. balon oddiy. Bu modelimizni 1050 dollar qilib beramiz. O tankdan nima farqi bor? Tankdan shu balonda farqi bor. Balonida farqi bor xolos. Qolgan hamma yo'g'i bir xil. Ha. Qolgani shu ko'rsatganimiz material shu 1000 dollarlik to'r faralar va polning pol kabina bor ekan burchida. Pol kabina oxirida. 5 ta qoldi undan ham. Narxini 1100 dollar. 6 ta 50 kilometr jihozlangan. Motor miya 1500 watt. Yurish tezligi 40-45. Zavodskiy Xitoydagi bu pol kabina. Zavodskiy bo'ladi bu. Zavodskiy. Torpedalari ham. Eshigi yo'q xolos. Taylargacha bekor bo'ladi. Ha. Mana ko'rib turibsizlar. Torpedalari ham. Tollasalarini yuvib chot qilib beramiz. Bundan 5 dona qoldi xolos. Ancha baquvvat ishlangan lekin bular. Bu hali 500 kiloli 500 kiloli uyan modelimiz. ichkarida turgan. Ha? Zangor turdi ichkarida, ko'ki, mokri qorasi ham bor. Bu mana shunga vash ishqim ketdi-da, vash baquvvat qilib ishlangan ekan. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Baraka topadigan narsalar, xudo xolasa. Bitim. Qaytga endi. Endi ichkarida Ichkari. nechta sotilar endi. Qani ko'ramiz, effektini bilamiz. Montaj qilib beraman. Kanalingga joylaysan. Qiz kanalga, kanal yo'q menda. Bor-ku, o'zining mingtalik. O'shanga joyla, vashi zo'r bo'ladi. Mana menda 500 ta bular telefon qilyapti haligacha. Ketdi, hop, svetlaga qo'yamiz. Yo'q ekan. Shu oxirida edi. Vaqtda shu. Buni ko'rsatdik-ku. Bog'idamiz, bizda optim deysan-da. Mana eshitdim shu. Ketdi. Nozimjon, вообще ko'pi assortiment. Olib kelib qo'yganmiz mijozlarimiz uchun. Har xil ranglarda bemalol kelib tanlab olishaveradi. Tanlab mana bog'idan xuddi olma tergandek olib bemalol. Bitta ikkita emas, bizda optim sklatlarni olib kelib ko'rsatamiz kerak bo'lsa. Bir xil ishonmayapti.
Bizda optdan birinchi qo'l Xitoydan o'zimiz olib kelib, o'sha yerda sborga qilinadi. Hamma yo'g'i Xitoydagi zavodskoy. O'sha yerda o'zimiz ustalarimiz yig'adi, hamma yo'g'i kafolatlangan. Bir oy akilmatlarigacha garantiya beryapmiz hozir. Kam yuradigan bo'lsa, yangi alishtirib beramiz, eskisini qaytarib beraverasizlar, keyin yangi chiqarib beramiz. Xohlasa. Bu Bu haligi muammo yo'q. ichkarida modellardan. Ichkarida modellari boshqacha ranglardan bor. Bordovoy, yashil, молочный. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Xo'p, endi bu tomonda bu skuterlarimiz yangi keldi. Yangi kelgan bu TK modelimiz, tank deyiladi, kichkina tank. Oldlari kichik. 90-90-12 razmerdagi alyumin disiyali. Balonlari ham yumshoqroq qo'yilganligina. Yumshoq balonlarda. Oldin farlar o'zgargan dizaynlar, LED bu yonadi, povorotlari yonida. Charjingga qo'shilgan qo'shimchasiga shobalarga taraydigan nimasi, tablolari yangicha dizaynda. Sport rejim, parkovka, zatni yuradigan mavjud. Ancha zamonaviylashib ketibdi. Skorlari, yumshoq ishlanganlari hammasi. Ko'rib turibsizlar, balonlari ham shiroki balonlar. Mana oyoq qo'ygani podnoshalarni qiyizganmiz, mana atilib, katta yosh o'tdilar. Yosh o'tdilarga. Ba'da pedallari ham bor ekan. Pedallari bor. Zaryad Bularimiz tugab qolsa, motorlar 8 vatli bo'ladi. Narxi $400. $400. Akkumulyator 20 amperlikdan aytib akkumulyatorni yangi qo'yib beriladi. Yangi ko'zlarni oldida ochib, bo'lmasam uzoqdan turib zakaz qilishsa, video qilib tashib beriladi. Ulamagan bo'lamiz mana. O'zini ichida komplektda mana bo'sh turib akkumulyator joyi. Bakovoy zaryadnik, mana kurtkasi bor, yomg'irda kiyadigan nimalar, hamma yo'q chiqadi. O'zini zavodskiy aksessuarlari. Kalitlari ham mana bo'ladi. Pulit, NFC kartalarigacha. kartalarigacha. Yangi dizaynda. Modelni ko'rib tanlab olishaveradi, hammasini $400 qilib beramiz. 5 ta 6 ta akkumulyatorli shuni Full model ekan. Fari, xo'p, korpuslarda farqi bor. Ko'rib turibsizlar. Kimga unaqa, kimga bunaqa. Ko'rib tanlasiz, silinasi uzun bo'ladi. Mana shu ko'rsatgan modelimizga 2 ta orqaga odam o'tiradigan, bular uzun. Bu uzundan, silinasi kattadan. Bunisining silinasi qichqirroq. Bu kichikroqdan ekan. Kichikroq silinali. Mana metrlarda farqi bor. Ollarda, bilkalarda. Tormozi zo'rmikan buni? Oporni, bu tashqi diskli, alyumin diski. Alyumin diski. Xalq tilida. Mana buni oldilar bizobkilari ham nikelli qilib ishlangan mana. Hammasini ko'rishsa, hammasi bir-biridan chiroyli. Orqasida bagajlar bor hammasini. Hammasi ochuvchi. Kaska qo'ygani. Bunda dastlabkiga ham ishlatsa bo'laveradi buni. Dastlabchilar. Bachogini olib tashab turib, bo'linglar katta bagajdan qo'yilsa ham dastlabchilar bemalol maza qilishadi. Keyin dastlabchilar misol shunaqa shu kasbdagilar telefon qilishsa, bunga boshqa litiy akkumulyator ham qo'yib berilaveradi. Litiy akkumulyator ham bor. Hali 100 kilometr, 150 kilometr yuradigandan qo'yib berilaveradi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Hop, keyin